Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun ham Gujitda.com mevalari haqida gaplashamiz. Bu Gujitda.com mevalari asli yurti Xitoyda Tibet o'lkasi bo'lib turib, hozirda mana Rossiyalarda, Yevropalarda, mana Turkmanistonda ham yaxshi rivojlantirilgan, Turkiyada yaxshi rivojlantirilgan, Italiyada, Amerikalarda ham yaxshi ekilyapti. Xitoy dunyoni ta'minlayapti eksporti bo'yicha. Lekin zakazsangiz vaqtiga yetkazib berolmaydi. Lekin qimmat mahsuloti. Mana shu Yevropalarda yaxshi bir sinovdan o'tganda, u yoqlarda Ягоды Gochi, Gujitda.com, Kitayskiy Dereza, Superfood, keyin Krasniy Ninja deb nomlangan Yaponiyada. O'zimizda ham Ягоды Gochi deb boshladik, taqiq qo'yildi. Endi masalan nomini o'zgartirdik. Gujitda.com deb yuritamiz. Bir tomonlama yaxshi bo'ldi. Erta yillar ko'p chetga eksport chiqaradigan bo'lsak, Ягоды Gochiga umuman sotib olmaydi u tomonlarga. Mana Gujitda.com deb sotadigan bo'lsak, imkoni bor sotishda. Chunki yangi nom bu. Keyin hozirda ko'p savollar tushyapti. Mana qandli diabet haqida. Bu qandli diabet uchunmi deb. Yo'q, bu asli qandli diabet uchun emas. Bu asli yaxli terapiya deyilgan, kompleksli terapiya. Masalan, siz shuni kimdadir sahri bo'ladigan bo'lsa, sahrga iste'mol qiladigan bo'lsa, bu jigarni ham yaxshi tozalaydi, ichaklarni ham yaxshi tozalaydi, qabziyatni ham oldini oladi, hazmni ham yaxshilab beryapti, immunni ham ko'tarib beryapti, keyin qonni ham suyultirib beryapti, qonni ham tozalayapti, qon aylanishini ham yaxshilayapti, даже modda almashinuvlarini ham yaxshilayapti. O'sha tomondan ham kompleksli terapiya, ya'ni yaxli terapiya deyilgan. Bor shunaqa sahrda dorilari bor. Faqat sahr uchun iste'mol qilinadi. U boshqa davlinaga ham daxli yo'q uni, yurakka ham quvvat bermaydi u. Buni iste'mol qiladigan bo'lsa, bu yaxli terapiya degan. Deyarli hamma kasallikka to'g'ri keladi. Lekin mumkin emas degan kasalliklar ham bor. U qaysi mumkin emas? Masalan, qizil narsaga allergiyasi bor insonlar bor ekan. Ular 10 mingtadan bitta bo'ladimi? 2 mingtadan bitta odamda uchraydimi? U qizil narsa, даже tarvuz yesa ham, pomidor yesa ham badanda toshma-tosh ketadi. Ana ularga mumkin emas. Keyin mana 3 yoshdan pastki bolalarga mumkin emas, homilador ayolga mumkin emas, emizikli ayolga mumkin emas, temperatura qilib turganda mumkin emas. Keyin mana qonni suyultiruvchi dorilarga qo'shib iste'mol qilish mumkin emas. Chunki o'zi qonni yaxshi suyultiradi-da. Ras o'zi qonni yaxshi suyultirganda uni nima kerak, uni qo'shimcha uni ham iste'mol qilib yurib. Qonni ham me'yorda suyulgani yaxshi-da, juda ham haddan tashqari suyulib ketgani. Bu ham bir kasallik. Me'yordagisi yaxshi baribir. Shuning uchun aytilganki, kuniga 2 mahal iste'mol qilish kerak, doimiy deyilgan. Sog'lom odamlar kuniga 1 mahal deyilgan. To'g'ri, o'zi bir qimmat narsa doimiy iste'mol qilish uchun. Hozirda sizlar uchun shunaqangi imkoniyatlarni yaratishga harakat qilyapmiz. Mana ko'chatlarni ham sotyapmiz. Masalan, oilangizda 2 tagina ko'chati bo'ladigan bo'lsa, 2 ta ko'chati sizga to'liq yetkazib beradi mevani. Chunki 1 yilda 15 marta hosil beradi deyilgan, 13 marta. Bizda 15-20 ga ham borib qolyapti. Chunki issiq o'lka O'zbekiston. O'sha uchun qiziqib bir 2 ta ko'chatini ekib olingizlar. Keyin doimiy iste'mol qilganda ko'chati bo'lgandan keyin ular biza oilaviy iste'mol qilish kerak. Mana yosh bolalarga kamroq miqdorda, yosh kattalarga 15 gramdan 30 gram bir kunlik normasi. Keyin bizlardagilar shunaqa bir gibridlashtirilgan, asli yurti Xitoyda Tibet o'lkasidan olib kelganman-da, gibridlashtirilgan. Gibridlashtirilganni foydali tomoni qanaqa? Mana daraxtdan uzib yesa bo'ladi deyilganda bizlardagilar. Atak mana yovvoyidan ko'paytirilgan, hozir shunaqalar ham ko'payib ketdi. Ularni daraxtdan uzib yeb bo'lmaydi. Chunki tarkibidagi suvi zaharli deyilgan. O'sha uchun quritib, qurigandan keyin suvi chiqib ketadi, o'shanda iste'molga mumkin deyilganda. Bizlardagilar yesa bo'ladi. Faqat uni ham me'yori bilan, me'yordan oshib ketmasligi kerak. Me'yori deganda qanday? Ertalabdan obedgacha bo'lgan vaqtga 10 dona,
Abitdan keyin kechgacha bo'lgan vaqtga 10 dona pishib turgan daraxtdan uzib yesa bo'ladi. Shunday mana qurtilganini iste'mol qilyotmasa ham bo'laveradi yozni sezonida. Sezoni ham qanaqa? May oyidan to dekabrgacha hosil beradi. O'shanaqa paytga faqat huylidan yeb ketaversa bo'ladi. Huyli juda bir yaxshi ta'mi. Shu e'tiborli bo'lib yemasangiz odam o'zini to'xtatolmaydi. Yegan sayin yegisi kelaveradi. Ta'mi qanday? Shirin ham emas, achchiq ham emas, nordon ham emas. Qandaydir bir aromatli ta'mi borda, odam yegan sayin yeb bo'lgandan keyin odam yana yegisi kelaveradi. O'sha tomonlardan ehtiyot bo'lish kerak. Me'yordan oshirib qo'ymaslik kerak. Me'yordan oshib ketadigan bo'lsa, ko'ngil aynib boshlaydi. Keyin ishda suraveradi. Keyin judayam ko'payib qo'ysa, davlina ko'tariladi, yurak tez uradi deyilgan. Shu 10 donasi boshlanishiga kam-kam shu 10 donagacha etsangizlar, buyog'i yaxshi juda bir. Mana boshlanishga ko'chatini ekkanlar birinchi yillarda o'sha barigini ham nobud qilmaslik kerak. Barigini ham olib qo'yib, xuddi choyni damlaganday qilib, quruq choy solib, keyin ustida buni barigidan ham gata qo'shib damlab iste'mol qilib ketaverish kerak. U ham juda bir foydali narsa barigi ham. Bu kasalliklarga keladigan bo'lsak, deyarli hamma kasalga to'g'ri kelyapti qolgan kasalliklarga. Bizda hozir iste'mol qilyapti, polartritga iste'mol qilyapti, jigar bo'yicha, yurak yetishmovchiligi, onkologiyaga chalinganlar, saharga, davlinaga, tanadagi oq dog'larga, ko'p har xil kasallikka iste'mol qilyapti. Mana ko'zda nuriga, doimiy iste'mol qilib yurgan odamda ko'zni nurini ham ko'paytiryapti. Даже mana kataraktalargacha so'rilib ketyapti. Mana doimiy iste'mol qilib yurganlarda даже katta vrachlar ham men bilan maslahatlashyapti, shtobi qondagi trombni ocha biladimi, yo'qmi? Lekin doimiy iste'mol qilib yurganda ochadi. Mana ayrim bir kuni qo'ng'iroq qilishdi, bir yurak qon tomirlar bo'yicha o'zini tanishtirdi, professorman deb. U kishida ham bor ekan. U kishi ham iste'mol qilyapti hozirda. Lekin ochadi. Buni to'liq ishontirib bilaman, chunki qon me'yorda suyulib, me'yorda odam ana bo'lgandan keyin tromblar ham ochiladi. Hozir kimga qarasangiz qoni quyuq. Yosh yigitlar, ayollarimiz stent qo'ydirishim kerak. U qonni quyuqlashib qolishi bari yeb ichishimizga bog'liq. Yeb ichishda sal e'tiborli bo'lish kerak. Sal bir ovqatlanish madaniyatini ham o'rganishimiz kerak. Shunda hammasi yaxshi bo'ladi, hammasi izga tushadi. Avvalambor kayfiyatni yaxshi qilib yurish kerak. Buni iste'mol qilib yurganda mana ishda qotish bo'lmaydi. Xohlaysizmi yo'qmi, ich bir yumshoq keladi. O'shanaqa ichingiz yumshoq keldimi, ishda ich qotish bo'lmadimi, ichaklar tozami, o'ylangki hamma kasal so'rilib ketadi. Suyak yemirilishi ham, bo'g'indagi og'riqlar ham, даже grijalarda ham ichni qotishlanib hozir meditsinada aniqlayaptilar. Meditsinada ham ko'p o'qiyman, mana shularga e'tiborli bo'lish kerak. Ichni qotishiga umuman yo'l bermaslik kerak. Masalan, menga ko'plar qo'ng'iroq qiladi. Menda tanamda oq dog'lar bor, saharim bor, davilnam bor. Lekin bu ichkaridan bir yurakdan bir gaplashib kelganda aytishiga qaraganda ularda ham hazmni buzilishi bor. O'tda dimlanish, ich qotish. O'sha uchun salgina e'tiborli bo'lish kerak. Ichni qotishiga yo'l bermaslik kerak. Ovqatlanishga e'tibor qilish kerak. Mana kech bo'lganda, qarong'i tushganda kechalari ovqat yemaslik kerak iloji boricha. Doim kayfiyatni yaxshi ushlash kerak. Kayfiyatingiz yaxshi bo'lsa, odamda ko'p ich qotish ham bo'lmaydi. Hazm ham yaxshi bo'ladi. Kayfiyatingiz yo'qmi, asabiy bo'lyapsizmi, bilingki, o't qobida tashlash bo'lmaydi. O'shandan keyin o't qobi vaqtiga tashlamadimi, ovqatlanishga noto'g'ri e'tibor qilyapsizmi, ichda qotish bo'ladi. Mana qoningiz quyuq bo'ldimi, o'zi asabiy bo'lib qolasizda. Sal narsa sizga yoqmaydi, salga asab bo'lasiz, baqirasiz, jahl qilasiz. O'shanda bir o'rganish kerak. Menga nima? U asab bo'lganingiz bilan hech nimani hal qila olmaysiz. Yo bu kulib, xursand bo'lgan bilan ham bir xil muammoni hal qila olmaysiz. Shunday ekan, sog'lik uchun kayfiyatni yaxshi qilib yashashni o'rganish kerak. Xursandchilik, kulish kerak. Mana uyga kirib olishganda ham muzikani qo'yib, maraqab o'ynash kerak. Telefon muzikasiga bo'lsa ham. Juda tushunmasangiz qo'ng'iroq qilingizlar, gaplashamiz yana ham. Bir psixologik yo'llar bilan odam o'zini kayfiyatini ko'tarish kerak-da. Shunda hammasi yaxshi bo'ladi, hammasi izga tushadi. Bu Gujetta.com mevalar bilan deyarli barcha kasalni davolasa bo'ladi, barcha kasalni.
Masalan, sahirga, davillarga, oq dog'larga deb istismol qiladigan insonlarga murojaatimiz, qo'ng'iroq qilingizlar, maslahatlashingizlar. Maslahatlashib birga o'qisak juda bir yaxshi-da. Masalan, bizlardagi davolashimiz bari onlayn, siz olyapsiz, o'zingizcha iste'mol qilyapsiz. Men sotyapman, sizga maslahat berolmayman. Shuning uchun qo'ng'iroq qilingizlar, maslahat so'rangizlar, yechimini topsa bo'ladi. Shunchaki ichib yurish emas, ayrim narsaga e'tibor qilish kerak to'g'ri kelib qoladi. Kimdadir jahli tez, asabiy bo'ladi, mana shulardan chiqishni harakatini qilamiz bu psixologik yo'l bilan. Psixosomatika degan narsa bu, odamni o'zini o'zi ishontirish. Mana shularga e'tiborli bo'lish kerak. Har bir insonni o'zini ichida shunaqangi bir doktori borda. Har qanday kasalni yengib o'tadi, faqat unga yaxshigina kayfiyat kerak. Shu ichdagi organga, miyaga bir kayfiyatni yaxshilab bersak, shunaqangi o'zi kasallar yengib o'tib ketadi. Shu doimiy iste'mol qilib yurgan odamda miyani ham yaxshi aniqladi, keyin xotiraga ham yaxshi deyilgan. Faqat doimiy iste'mol qilib yurish kerak. Doimiy iste'mol qilib yurgan odamda go'jetda komda semirib ketish bo'lmaydi, yosharish xususiyati bo'ladi. Umrni uzaytiruvchi xususiyatlari bor. Siz ichaklaringiz toza bo'lib, qabziyat bo'lmasa, jigarlar toza bo'lsa, inson ko'p yashaydi-da. O'sha uchun kommentariyachilar ham juda norozi bo'lmasin, Alloh uzaytiradi umrni deb. Odam sog'lom bo'lsa, qancha umr bersa yashayveradi Allohimiz. U yotovli bo'lib yashagandan ko'ra sog'lom yashagan baribir boshqacha bo'ladi. Faqat shu kayfiyat, ovqatlanishga e'tibor qilingizlar, har bir kasal so'rilib ketadi o'zi. Mayli, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Kasal bo'lmangizlar, sog' bo'lingizlar doimo. Sog' salomat yashashni o'rganingizlar. Allohim nasib qilsin shunaqa sog'lom yashash. Mayli, ishlaringizga ham omad. Qo'ng'iroq qilingizlar, maslahatlashamiz. Bu kasalliklar haqida ham nasib bo'lsa sog'lom hayotga o'tamiz, sog'lom yashashni o'rganamiz. Mayli, rahmat. E'tibor berganingiz uchun. Sog' bo'ling.